Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Kayfiyatlar zo'rmi? Bugun 10-mart, xudo xolasa, haftaning birinchi kuni. Ish kunlaringiz mazmunli, barakatli o'tsin. Do'stlar, sizlarga demak, Cobaltlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Zo'r bahoda, bunday ham 19-yil Cobalt bor. Keyin 22-yil Cobaltimiz toza keldi. Bir qator tushuntirib o'taman. Demak, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Chocosvet mashinamiz. Metan gazlari bor. 118.000 kilometr yurgan. 115 million so'm turadi. 108 million so'm berib beramiz mashinamizni. 13.700 ming so'm bilan aksiyada chiqib turibdi. 3.850 ming so'mdan chiqadi oylik to'lov. Yana do'stlar. 108 million so'm 19-yil Cobalt mexanik. Mexanik endi ko'pchilik so'raydi. Chocosvetdan yana. Mashin 118 ming kilometr yurib turibdi. Chexol, polik hamma narsasi bor. Balonlari toza. 4 balon. Mashinning krelida petno kraskasi bor. Ko'rsatib olaverasizlar, kamchilik yo'q. Demak, 13.700 ming so'm bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 3.780 ming so'mdan chiqadi. Bu endi 4 yil muddatga chiqadi, 5 yil emas, 4 yilga chiqadi. Shuni ham inobatga olasizlar. Qo'shko'pir avtomarketda turadi. Barter, kredit, naqd pul variantlari bor do'stlar. Keyin 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korofka Cobalt mashinamiz. Kraskasi 100% toza. Mashin 31 ming kilometr yurib turibdi. Metan gazlari toza qo'yilgan. 3 kun bo'ldi hali qo'yilgandan metanni. İşlerini görünglar. Chexol, polik hamma narsasi toza qo'yilgan, barlar ham bayna. Monitorlar qo'yilgan. Xullas tayyor, ishlar ham dushat tayyor turibdi. Narxi do'stlar buni 145 million so'm naqd pul olsa qaytib beramiz yana. 28 million bilan kreditga chiqadi, 4 million 300 ming so'mdan oylik to'lov. 100% rodnoy mashin. Hech yerinde kraskasi defekt yo'q. Ko'rsatib olaverasizlar. Tekshirtirib Qo'shko'pir avtomarketda turadi mashinamiz do'stlar. Viver ko'p. Bunda yana 18-yil bor. Metan gazlari bor. Kraskalari 100% toza, 115 ming kilometr probeg, 120 million so'm bahosi, 29 million bilan kreditga chiqadi, 4 million 350 ming so'mdan chiqadi do'stlar. 20-yil mexanikimiz bor bunda yana benzinda 105 ming kilometr yurgan, 32 million bilan chiqadi, oylik to'lov 3 million 670 ming so'mdan. Edak ko'rib, kredit, barter, naqd pul asosida xarid qilishlaringiz mumkin do'stlar. Viber ko'p. Bandan bu mashinalarimiz. Xullas kelishtirib, chiroyli narxda qilib beramiz. Yesangizlar, hammangizni kutib qolamiz. Barter olaveramiz, chiqmashin bo'lsa ham farqi yo'q, ikkalasida hisoblab olaveramiz. Mana qonunni kreditga ketsangizlar ham bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Buyuklarga zo'r mashinalarni qo'yib beramiz. Sog' bo'ling.